o'qigan kitoblarimdan birini kitobxon odamga tavsiya qilganman. Shunda qaytib kitobni o'qib, kitob haqida gaplashishni boshlaganmiz va qaysidir qahramonning ismini eslolmaganman, qaysidir voqeani eslolmaganman. Keyin tanbeh bergan. O'zing tavsiya qildingmi kitobni? Shunaqa diqqatsiz bo'lib o'qiysanmi? Keyin har o'qiyman, hatto ba'zi o'qigan kitoblarimni nomini esimdan chiqarib yuborganman. Ba'zilarini o'qiyotib, bu kitobni o'qiganman, talabaligimda o'qigan ekanman deb eslab qolaman. O'zi o'qiganligim esimdan chiqib ketgan. Shunda bir bizga ustozlik haqlari bor do'stimiz bo'lgan, Alloh rahmat qilsin, Mirzakalon Jo'rayev degan odam suhbatimizda bor edilar. O'sha odam javob bergan. Kitob o'qiy turib, yakunlangach, kitob o'qigan odam bitta hujayraga bo'lsa ham, bitta hujayrasini 10dan 1iga deylik, bo'lsa ham boshqa odamga aylanadi. Kitob o'shaning uchun o'qiladi. Eslab qolish uchun emas, keyin boshqalarga aytib yurish uchun emas, ichidan sitatalar aytish uchun emas. Kitob o'zingni ichdan yangilab borishing uchun o'qiladi. Hujayra. Balki 10 ta kitob bo'lib siz bitta hujayraga, bir bo'lib siz bitta hujayraga o'zgarasiz. Balki bitta kitob o'zi sizni 3 ta 4 ta hujayraga boshqacha odam qiladi.